Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Murodil FC. Bugun sizlar bilan FC Mobile o'yinida Glorious Heiress paklarini ochamiz. Xo'sh, xabaringlar bor, bugun Glorious Heiress ikkinchi haftasi kelgan, ya'ni Real Madrid paklari, Real Madrid o'yinchilari. O'sha o'yinchilarga oid paklarni hozir ochib omadi sinaymiz. Bizda akkauntimizda 105,000 106,000 ga yaqin anaqamiz bor, kristalimiz bor. O'sha kristalga hozir hammasiga paklar ochib tashlaymiz o'rtoqlar. Xo'sh, birinchi boshlaydigan bo'lsak, keyin bugun bu hafta barakali juma, ya'ni Black Friday degan paklar ham kelgan, ularni ham ochamiz. Mana bu paklarni ham ochib, asosan biz mamasidan ochamiz. Mana shundan ikkita yoki bitta ochamiz. Xo'sh, demak, boshlaymiz o'rtoqlar. Birinchi bo'lib 3000 talik. Xo'sh, ketdi. Yurmadi, tepadagi ochko qo'shilmadi. Demak, balkondan chiqmadi ekan. Balkon chiqmadi, yurmadi ham. Endi 7,5 talik birdaniga ketdi. Yurdi, yurmadi yana yurmadi. 110 lik tushdi yana. Katta ehtimolan. Walkout, Angliya, left back, Horizonli, Chilwell degan bola. O'sha bola tushdi yana. Endi 111 likdan ochamiz. 111 dan 115 ketdi pak. 15,000 talik ketdi. Yurdi. Adashmasam 10 ta yurdi yo'q. Adashmasam 10 ta yurdi. Xo'sh. Walkout, Ispaniya, center midfield, 111 lik. Cho'ta yaxshi tushmayapti. Endi bu yog'iga ikkitacha 2,5 talik ochamiz. Birinchi dastlab bittalik ochaylik. Yurmadi. Walkoutdan chiqdi. Endi ikkita ochamiz. Ikkita. Yana yurmadi. Juda bak, shans kam. Yo'q, bizda уже 70,000 ta kristalimiz qoldi. Endi xo'sh. Yana 5 ta ochsak, 12,5 ta qoladi va shunda naq 60,000 ta kristal qoladi. 5 ta qani. Yana yurmadi. Bu ancha walkout ham chiqadi kerak 5 taga. FIFA Real Madrid paklari juda shansi kamaytiradi. Angliya yana o'sha Brazilli o'yinchi. Chiqadi 60,000 ta qoldi. Bunga endi 60,000 taga amandan yo'q, bundan emas. Mamandan ikkita ochamiz 60,000 taga. Bu 10 ta futbolchi beradi. Sonra bundan yaxshiroq tushib qolar. Harakatda bismillahirrohmanirrohim. Adashmasam bundan oldingi eventda o'yinchisi tushdi, chunki o'sha eventda qanaqasi yurdi. Ochko'si. Qani. O'sha event walkout. Shvetsiya striker. Ikon Brazilya Larsen tushdi o'rtoqlar. Juda вообще kamallar tushdi. Xo'sh, menimcha yana bitta opsiya, unda ham yurmasa kerak. O'sha bitta opsiya tugaydi. Shuning uchun hamyodiga 7,5 talikni ochamiz. Bundan ikkita ochsak 15,000 ta yarmi qoladi. Xo'sh, yana hech nima yurmayapti. Bir normalni tushmadi. Почти 105,000 ta. FIFA juda shanslarni pasaytirdi. Portugaliya yani Joao Felix, Brazilli Joao Felix. Hozir yana bitta ochamiz. Shu bilan 15,000 ta qoladi kristalimiz. Bu yurdi ozgina. Menimcha 112 lik tushsa kerak. Yo 112 yo 113, chunki 170 ta atrofida edi. Jona ko'p qo'shilmadi.
Angliya, striker, Icon, Owen. 113lik Owen. Birinchi eng yaxshi pak. 113lik striker Owen Real Madrid. Ikkinchisi 113lik. Yaxshi. Bo'ladi. Endi bu yoqda ham 7,5 mingtalik ochaymikin yo 2,5 mingtalik ocha qolaman. Bittalab. Yurmadi, hech nima yurmadi. Yo'q, bo'lmaydi bu. Bundan ko'ra 7,5 mingtalik yaxshiroq ekan. Yurdi. 40 ta qo'shildi. Plus ko'ramiz. Mana Ispaniya left back Jordi Alba. 112lik Jordi Alba. Yaxshi. 5 mingta qoldi. 5 mingtani endi 5 mingtaga sotiladigan futbolchi olsak, uchishi yo'q. Undan ko'ra men buni ikkita ochib qo'ygan yaxshi. Sal qoldi. Mana. Mashinadan ikkita birdaniga. Yo'q, hech nima, hech qanaqa yurgani yo'q. 5 mingtaga ikki dona futbolchi berdi. Bu вообще bas. Extra time, endi extra time ochib ko'ramiz. Extra time. O'zi 20 mingtacha bor ekan, yana ozgina qo'shamiz unga. Qo'shmay 500 talikni hammasini qo'shib yuboraylik. 9 ming, 10 mingta qo'shilgan. Xo'sh. Salkam 30 mingtaga extra time ochamiz. Bitta 10 mingtalik ochsak, ikkita 5 mingtalik ochsak yaxshi tushadi bu yerdan. Mana mingtalikdan ochsak 5 ta o'tdan ham o'zini o'zi qoplaydi har holda. Hatto bu o'zini o'zi qoplashga yetadigan o'yinchilar tushadi. 107 talik. 500 ta hozircha minusdamiz. 108 deydi. Bu ham bu mingta, bu o'zini o'zi qopladi. Sen bo'ladi. Aklada, lekin hozircha unaqa omad kelmayapti. Atiga bir donagina 113lik striker tushdi, ya'ni Owen. Endi pauza qilib, bitta prezidentdan 113 gacha. Bunda ham menimcha shunaqa futbolchilar tushadi. 111lik Jaka. Endi bundan ochamiz. Bu yaxshi beradi, bu shartsiz yaxshi beradi. 20 ta, 30 ta shart solamiz. Bu degani bitta 111lik o'yinchi. 111lik o'yinchi shart. Yaxshi. Yana bitta 111lik futbolchi tushdi desa ham bo'ladi. Endi 40 ta zo'r. Bu qaytamga ekstra time yaxshi beryapti. Mana endi mana pakka ham ochib ko'raylik. Bu ham yaxshi pak. Bitta ham balki omadimiz kelib qolar. Bittasini tanlaymiz, birinchisini tanladik. Yarim himoya, chap qanot himoya tushdi. Hozircha bitta 114lik, bitta 113lik oldim. 110lik terkez beradi. Bu уже hal bo'ldi. Qaytadan qilib ko'ramiz. Tekinga bitta. Birinchini tanladik endi. Himoyachi pozitsiyasi 115lik, 113lik, bu yo'g'i 113lar. Yana bitta. Sotilmaydigan o'yinchi Untravel 250 taga keldi. Bunisidan уже menimcha overall chiqsa kerak 110lik. Taxminim bo'yicha FIFA juda ham past qomatlarni
chunki juda ham passiv tashlagan shanslarni. Bir zonli bandaydi. Shu joyda o'rtoqlar pakimiz ham tugaydi. Ko'rib turganingizdek FIFA вообще bermadi hech nima. Bitta 113lik va bitta 112lik o'yinchi oldik. Hammanglarga rahmat o'rtoqlar. Like bosib obuna bo'lishni esdan chiqmasin.